Tomog'imga yig'i tiqilib qolgandi. Hech narsa bo'lmadi, Mari, charchadim xolos dedim. Ammo bu so'zlarimga o'zim ham ishonmasdim. O'sha kecha men ko'zimni yumsam ham uxlay olmadim. Boshimda esa bir savol aylanardi. Nega ishondim? Keyingi kunlar men uchun juda og'ir o'tdi. Har bir eshik taqillasa, yuragim orqaga tortib ketardi. Har bir erkakning ovozi menga o'sha kunni eslatardi. Ammo men hali bilmasdimki, bu xatoning narxi faqat mening qalbimda emas, butun hayotimda iz qoldirar ekan. Ma'rifat ko'zlarini qisib menga sinchiklab qaradi. Nodi, sen nimanidir yashiryapsan, dedi u sekin. Men seni bilaman, yolg'on gapirsang ko'zlaring boshqacha bo'lib ketadi. Men yuragimni qo'limga olgandek bo'ldim. Unga hammasini aytib bergim kelardi. Ichimda yig'ilib qolgan og'riqni kim bilandir bo'lishkim kelardi, ammo tilim aylanmasdi. Yo'q, Mari, hech narsa bo'lgani yo'q, dedim past ovozda. Ma'rifat biroz jim qoldi, so'ng yonimga kelib o'tirdi. Nodi, dugonajon, men senga yomonlik tilamayman. Agar biror narsa bo'lgan bo'lsa, aytishdan qo'rqma. Ba'zida odamning boshiga shunday kunlar tushadiki, u yolg'iz o'zi ko'tara olmaydi. Uning mehribon so'zlaridan ko'zlarimga yosh keldi. Lekin yana o'zimni tutdim. Charchadim, Mari. Ertaga gaplasharmiz, dedim. U mening holatimni sezgan bo'lsa ham boshqa savol bermadi. Ma'rifat tez orada uyquga ketdi, ammo mening ko'zimga uyqu kelmadi. Yopiq ko'zlarim oldida o'sha kunning har bir daqiqasi qayta takrorlanardi. Men o'zimni juda yolg'iz his qilardim. Bir tomonda ota uyimdagi qattiq qoidalar, odamlar nima deydi degan qo'rquv. Ikkinchi tomonda esa yuragimdagi og'ir sir. Men hali o'sha paytda bilmasdim, sukut ba'zida dardni yengillatmaydi, aksincha uni yanada og'irlashtiradi. Ertasi kuni darsga borganimda hamma narsa avvalgidek edi. Qizlar kulishar, domlalar dars o'tishar, talabalar odatdagidek shoshib yurishardi. Ammo men uchun hech narsa avvalgidek emasdi. Chunki kechagina hurmat qilgan insonga bo'lgan ishonchim butunlay singan edi. Shu payt orqamdan tanish ovoz eshitildi. Yo'lchiyeva, bir daqiqa kirib chiqing. Men ortimga qaradim. Bu Tohir aka edi. Biroq u mening yonimdan o'tayotganday to'xtab qoldi. Yo'lchiyeva, nega so'nggi paytlarda mendan qochyapsiz? Dedi u past ovozda. Men javob bermadim. Uning ovozini eshitishning o'zi ham menga og'ir edi. Men sizga yomonlik qilmadim-ku, nega o'zingizni bunday tutyapsiz? Dedi u yana. Ichimdagi alam, qo'rquv va nafrat bir zumda qaynab chiqdi. Ammo atrofda odamlar bor edi. Men hali ham o'sha kungi voqeani hech kim eshitishini istamasdim. Darsimga kech qolyapman, dedim xolos va uning yonidan tezroq o'tib ketdim. U ortimdan qarab qoldi. O'sha kundan boshlab men uchun har bir kun og'ir o'ta boshladi. Ilgari quvonch bilan boradigan o'qish joyim endi menga qo'rqinchli joydek tuyulardi. Ma'rifat esa har doim yonimda bo'ldi. Nodi, o'zingni ayblama, derdi u. Ayb senda emas, ayb sening ishonchingdan foydalangan odamda. Lekin bu so'zlar ham qalbimdagi og'riqni butunlay yo'qota olmasdi. Men o'sha paytda bir narsani tushundim. Ba'zi odamlar o'zini yaxshi inson qilib ko'rsatishi mumkin, shirin gaplari bilan ishonch qozonishi mumkin. Ammo insonning haqiqiy qiyofasi uning amallarida bilinadi. Oradan bir necha kun o'tib, Vahobov meni yo'lakda yana to'xtatmoqchi bo'ldi. Nodiraxon, gaplashib olishimiz kerak, dedi u. Men birinchi marta uning ko'ziga tik qaradim. Bizda gaplashadigan hech narsa qolmagan, ustoz, dedim. Bu so'zlarni aytish men uchun juda qiyin edi, ammo qalbimda birinchi marta biroz yengillik paydo bo'ldi. U esa
jim qoldi. Men o'tib ketar ekanman, ortimga qaramadim. Chunki ba'zi insonlarni ortda qoldirish uchun faqat yo'lni emas, qo'rquvni ham yengish kerak ekan. Oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham, o'sha kunlarni eslasam yuragim siqilib ketardi. Vaqt o'tgani bilan ba'zi yaralar bitmaydi ekan. Men endi avvalgi Nodira emasdim. Ilgari har bir odamga ishonib, yaxshi niyat bilan qaragan qiz endi har bir qadamidan ehtiyot bo'lib qolgandi. Vahobov esa go'yo hech narsa bo'lmagandek, odatdagidek dars o'tib yurardi. Uning yuzida na pushaymonlik, na uyat bor edi. Ba'zida uni ko'rib qolsam ichimdan bir ovoz nega u hali ham jazosiz yuribdi deb baqirardi. Ammo men jim edim. Qo'rquv hali ham ichimda bor edi. Uning tahdidlari qulog'imda jaranglardi. Ma'rifat esa mendan farqli o'laroq hech qachon qo'rqmadi. Nodi, yomon odamlarning kuchli ko'rinishiga aldanma, derdi u. Ular odamlarni qo'rqitibgina yashaydi. Agar hamma qo'rqsa, ular yana boshqalarga ozor berishda davom etadi. Men unga qarab hayron qolardim. Chunki mening yuragimdagi qo'rquvni u go'yo o'z jasorati bilan yengib qo'yayotgandek edi. Shu orada Ma'rifatning fotihasi bo'ldi. U avvalgidek hazilkash, quvnoq edi. Nodi, sen ham bir kuni baxtli bo'lasan, derdi u. Men esa jilmayishga harakat qilardim. Baxt hammaga ham nasib qilmasa kerak, Mari. Albatta nasib qiladi. Faqat o'zingni hech qachon ayblama, derdi u. Ma'rifatning fotihasidan keyin qizlar uning sirli sevgisi haqida gapirishardi. Voy Mari, bitta senda sevgi bor ekan, yashirganingni qara, kimligini aytsam qizlar tortib oladi deb qo'rqyapsanmi, derdi Zamira kulib. Ma'rifat esa odatdagidek xotirjam javob berardi. Ko'z yomon-da, ko'z yomon. Xafa bo'lmanglar, dugonajonlar, ko'zlaringiz tegib qoladi. Hammamiz uning gapiga kulib qo'yardik. Ammo o'sha paytda hech birimiz bilmasdikki, Ma'rifatning yashirayotgan siri bor edi. Bu sir esa keyinchalik nafaqat uning, balki mening ham hayotimni o'zgartiradi. Bir kuni Ma'rifat bilan bozor aylangani chiqdik. Dugonam meni taqinchoqlar sotiladigan do'konga olib kirdi. Biz turli uzuk va ziraklarni qiziqib tomosha qilayotgan edik. Shu payt kimdir Ma'rifat deb chaqirdi. Ikkimiz ham eshik tomonga qaradik. Tashqarida 2 yigit bizga qarab turishardi. Ma'rifat quvonib ularning yoniga bordi va so'rashgach, Nodira bu yoqqa kel deb meni chaqirdi. Men sekin ularga yaqinlashdim. Ma'rifat kulib, kuyovingni mendan yachiryapsan deb xafa bo'lgan eding, ha? Mana Yusuf akamning o'zlari tanishib ol, dedi va novcha bo'yli, oq sariqdan kelgan jingalak soch yigitni ko'rsatdi. Assalomu alaykum, dedim uyalib yerga qaragancha. Va alaykum assalom, men ham yolg'iz emasman, tanishinglar, bu mening eng yaqin do'stim Mansur, dedi. Yusuf yonidagi o'rta bo'yli, kelishgan, qora qoshlari bir-biriga tutashgan yigitni ko'rsatib. Ko'zim beixtiyor uning ko'ziga tushdi. Yuragimdan ilk bor his qilganim, ta'riflab bo'lmas shirin tuyg'u o'tib ketdi. Yuzlarim lovullab yondi. Uning nigohiga chiday olmay boshimni egdim. Uchrashganimiz juda yaxshi bo'ldi. Qani yuringlar, bir somsaxo'rlik qilaylik, dedi Yusuf Ma'rifatga jilmayib. Yusuf juda hazilkash, xushchaqchaq yigit ekan. Uning har bir gapidan Ma'rifat qotib-qotib kular, ularga qarab mening ham dugonamga havasim kelardi. Mansur aka esa aksincha, og'ir, bosiq, kamgap yigit edi. O'sha kuni to'rtalamiz somsaxonada mazza qilib somsa yedik. Keyin shahar ko'chalarini aylanib kechgacha birga yurdik. Bu hayotimdagi eng baxtli kunlardan biri edi. Negadir uning tezroq tugashini sira istamasdim. Ma'rifat bilan Yusuf tinmay hazillashar, biz esa ularning gaplariga qotib-qotib kulardik. Bir necha marta Mansur akaning menga jilmayib qarab turganini sezib qoldim. Har safar bundan quloqlarimgacha qizarib ketar, nigohimda undan olib qochardim.
Qorong'i tushgach, Yusuf bilan Mansur aka bizni yotoqxona eshigigacha kuzatib qo'yishdi. O'sha kecha yotoqxonaga kirganimda yuragimda ajoyib bir his bor edi. Uzoq vaqtdan beri birinchi marta o'zimni yengil va baxtli his qilgandim. Ma'rifat ham kayfiyati chog' edi. Nodi, ko'rdingmi, men nima uchun Yusufni yashirganimni? Dedi u kulib. Ha, endi tushundim. Lekin shuncha vaqt sir saqlaganingga hali ham hayronman, dedim men. Aytsam, qizlar orasida gap ko'payib ketardi. Bilasan-ku, ba'zi odamlar baxtni ko'ra olmaydi, dedi u hazillashib. Men uning gapiga kulib qo'ydim. Ammo o'sha kuni xayolimda Mansur aka qolib ketgandi. Uning bosiqligi, kamgap bo'lsa-da, har bir so'zidagi odob meni o'ziga jalb qilgandi. Ilgari hech kimga bunday his bilan qaramagan edim. O'zimni koyirdim. Nodira, sen nima qilyapsan? Bir marta ko'rgan odam haqida shuncha o'ylash mumkinmi? Derdim o'zimga. Ammo qalbga buyruq berib bo'lmas ekan. Keyingi kunlarda Ma'rifat bilan o'tirganimizda gap orasida Yusuf va Mansur haqida so'rab qo'yardim. Mansur aka qanday inson o'zi, dedim bir kuni, o'zim ham bilmay. Ma'rifat menga qarab kulib yubordi. Voy Nodi, senga nima bo'ldi? Kecha ko'rgan yigiting haqida so'rayapsanmi? Men uyalib ketdim. Shunchaki so'radim-da. Mansur yaxshi yigit, juda tarbiyali, oilasini hurmat qiladi, dedi Ma'rifat. Men jim qoldim. O'sha kundan keyin hayotimda yana bir yangi tuyg'u paydo bo'ldi. Ammo men bilmasdimki, ba'zan inson eng baxtli kunlaridan keyin eng katta sinovlarga duch kelar ekan. Oradan bir necha hafta o'tib, Mansur aka bilan yana uchrashdik. Bu safar uning nigohida avvalgidan boshqacha iliqlik bor edi. Nodiraxon, o'qishlaringiz yaxshimi? Dedi u. Men odatdagidek uyalib boshimni egdim. Rahmat, yaxshi. Shu oddiy so'zlar ham o'sha paytda men uchun juda qadrli edi. Mening qalbimda yana ishonch paydo bo'la boshladi. Ammo hayot menga yana bir narsani o'rgatishi kerak edi. Har bir yangi boshlangan baxt yo'li hamisha oson bo'lavermaydi. Mansur aka bilan har bir uchrashuv men uchun bayramdek edi. Uning oddiygina yaxshimisiz Nodira degan so'zlari ham kun bo'yi kayfiyatimni ko'tarib yurardi. U boshqa yigitlardek baland ovozda gapirmas, o'zini ko'z-ko'z qilishga urinmasdi. Kamtarligi, vazminligi va odamlarga bo'lgan hurmati meni unga yanada yaqinlashtirardi. Ba'zida u menga qarab, Nodira, nega doim xayolga cho'mib yurasiz, deb so'rardi. Men esa jilmayib, shunchaki deb qo'yardim. Ammo ichimda ming xil savollar girdi-kapalak bo'lardi. U mening o'tmishimni bilsa nima bo'ladi? Meni hamon avvalgidek hurmat qiladimi? Yoki boshqa qizlar qatori mendan ham yuz o'giradimi? Bu savollar meni tinch qo'ymasdi. Bir kuni Mansur aka bilan shahar bog'ida sayr qilib yurdik. Kuz fasli edi. Daraxtlardan sarg'aygan barglar to'kilib, atrofga qandaydir sokinlik tarqatgandi. Nodira, siz juda g'amgin qiz ekansiz, dedi u bir payt. Men unga hayron qaradim. Nega unday deysiz? Chunki kulsangiz ham ko'zlaringizda qandaydir alam bor. Go'yo qalbingizda og'ir sir bordek. Bu so'zlardan yuragim orqaga tortib ketdi. Barzumda o'sha mudhish kun, Tohir aka, qo'rquv va sharmandalik hislar ko'z oldimdan o'tdi. Har bir insonning o'tmishi bo'ladi, Mansur aka, dedim past ovozda. To'g'ri, lekin insonni o'tmishi emas, bugungi kuni va qalbi belgilaydi, dedi u. Uning bu so'zlari yuragimga iliqlik berdi. Birinchi marta kimdir meni faqat tashqi ko'rinishim bilan emas, inson sifatida tushunayotgandek tuyuldi. Ammo baribir qo'rqardim. Chunki men Mansur akani shunchalar yaxshi ko'rib qolgandimki, uni yo'qotish fikrining o'zi ham meni titratardi. Oradan bir necha oy o'tdi. Mansur aka menga sovchilik haqida gap ochdi. Nodi, qarayapsanmi, orzularing amalga oshyapti, dedi Ma'rifat meni quchoqlab. Men esa jilmayishga urinardim, ammo qalbimda bir og'riq bor edi.
Chunki mening baxtim eshik qoqib turgan bir paytda o'tmishim ham ortimdan kelayotgandek edi. Men Mansur akaga haqiqatni aytish yoki aytmaslik orasida qoldim. Agar aytsam, uni yo'qotishim mumkin. Agar aytmasam, uni aldagan bo'laman. Shu ikki o't orasida qolgan yuragim bilan tunlari uxlay olmay chiqardim. Mansur aka biroz jim turdi. Uning yuzida odatdagidek iliq tabassum emas, qandaydir jiddiylik bor edi. Yuragim tez-tez ura boshladi. Nahotki u hammasini bilib qolgan bo'lsa? Nahotki hozir mendan yuz o'girsa degan qo'rqinchli xayollar boshimdan o'tdi. Nodira, dedi u sekin. Men anchadan beri bir narsani o'ylab yuribman. Men boshimni ko'tarib unga qaradim. Ayting, Mansur aka, sen bilan tanishgan kunimdan beri o'zimni boshqacha his qila boshladim. Sening odobing, kamtarliging, odamlarga munosabating menga yoqadi. Ba'zi insonlarni ko'p yil tanisang ham qalbingga yaqin bo'lmaydi. Ba'zilarini esa qisqa vaqt ichida o'zingga yaqin his qilasan. Men indamay uning so'zlarini eshitardim, ammo ichimdagi qo'rquv tobora kuchayib borardi. Nodira, mening niyatim jiddiy. Ota-onamga sen haqingda aytdim. Ular ham rozi bo'lsa, senga sovchi yuborishmoqchi. Bu so'zlarni eshitib, bir tomondan baxtimdan boshim aylansa, ikkinchi tomondan yuragimni og'riq qamradi. Men bunga haqlimanmi degan savol yana xayolimga keldi. Mansur aka, ovozim titrab chiqdi. Nima bo'ldi, Nodira, dedi u xavotirlanib. Men ko'zlarimni yerga qidirgancha turdim. Haqiqatni aytishga qancha urinsam ham tilim aylanmasdi. Mansur aka jim turib meni kutdi. Ayting, Nodira. Shu payt birinchi marta hayotimda eng katta sirimni aytishga qaror qildim. Ammo bu haqiqatni eshitgandan keyin Mansur akaning ko'zlarida nima aks etishini bilmasdim. Qo'rqardim. Juda ham qo'rqardim. Nodira opam biroz jim qoldi. Uning ko'zlarida yosh qalqib turardi. Men esa uning har bir so'zini diqqat bilan eshitardim. Umidajon, o'sha kuni men dunyodagi eng baxtli qiz edim deb o'ylagandim. Mansur aka meni shunchalar yaxshi ko'rardiki, ba'zida o'zim ham ishonmasdim. Uning mehri, e'tibori menga hayotimda birinchi marta o'zimni qadrli insondek his qildirgandi. Nodira opam chuqur xo'rsinib qo'ydi. Lekin inson ba'zan eng katta baxtini ham qo'rquvi bilan yo'qotishi mumkin ekan. Men haqiqatni aytishga jur'at qila olmadim. To'ydan keyin aytaman, biroz vaqt o'tsin tushunar deb o'zimni ovutdim. Ammo har o'tgan kun yuragimdagi og'irlik yanada kattaroq bo'lib bordi. Men unga achinib qaradim. Nodira opa, siz ataylab aldamagansiz-ku. Bilaman, Umida, lekin ba'zi sirlar borki, ularni yashirgan sari og'irlashib boraverar ekan. Men Mansur akadan qo'rqardim. Uni yo'qotishdan qo'rqardim. U meni yomon ko'rib qolishidan qo'rqardim. Nodira opam bir muddat jim qoldi. To'y kuni hamma baxtli edi. Hamma meni maqtardi. Nodiraning omadi chopibdi, sevganiga tegibdi deyishardi. Men ham kulardim, lekin ichimda bir ovoz haqiqatni ayt, Nodira, hali ham kech emas derdi. Ammo men yana jim qoldim. To'ydan keyin ham Mansur aka menga avvalgidek mehribon bo'ldi. U menga ishonardi. Shu ishonch esa vijdonimni yanada qiynardi. Nodira opamning ovozi titray boshladi. Keyin o'sha kun keldi. Men hayron bo'lib so'radim. Qaysi kun, Nodira opa? U ko'zlarini yumdi. Mening hayotimni ikkiga bo'lib yuborgan kun. U biroz sukut saqladi. O'sha kuniyoq Mansur akaning oilasi hammasini bildi. Men esa eng qo'rqqan narsam bilan yuzma-yuz keldim. Nodira opamning ko'zidan yosh oqib tushdi. Umidajon, ba'zan inson xatosining narxini butun umri bilan to'laydi. Mening xatom ham shunday bo'ldi.
Men uning qo'lini ushladim. Nodir opa, keyin nima bo'ldi? Nodir opam oynaga qarab past ovozda dedi. Biz bir-birimizga yetishganimizdan juda mamnun edik. Mansur akamning menga qanday bo'lsang shundayligingcha yo'qasan Nodiram degan so'zlarini eslab ich-ichimdan quvonar, u meni tushunib kechirishidan umid qilardim. Ammo hayot men o'ylagandek kechmadi. Nega menga aytmading? Qaysi uning uying kuygur bilan qilding bu ishni? Men senga nima yomonlik qilgandim Nodira? Nega meni aldading dedi Mansur akam. Uning yuzi g'azabdan qizarib ketgan. Qo'llari bilan boshini changallab bir nuqtaga tikilib o'tirardi. Mansur akajon, o'z xohishim bilan qilganim yo'q bu ishni. Meni majburlashdi. Iltimos meni kechiring deb yig'ladim.